Demak, qanaqadir sonni bo'lganda bo'linma cheksiz davom etadigan bo'lsa, bunday bo'linma cheksiz davriy o'nlik asli deyiladi. Misol uchun, hop 20 ni 9 ga bo'lamiz. 20 ni 9 ga bo'lsak, nechta bor? 2 ta bor. 2 ta bor, 2 × 9 18. Ayirsak 2 bo'ladi. Ya'ni 0 qo'yib olib davom ettirish mumkin-da bo'lish jarayonini. Oxirgi 0 qo'yib olib bo'lish jarayonini davom ettirish mumkin. 0 qo'ydik, nechta bor mana endi? 0 qo'ygan zahotingiz ozmonni olib, vergul qo'yib olishingiz kerak. Qo'yasiz vergulni, nechta bor? Yana 2 ta bor. 2 × 9 18, yana 2 bo'ladi, yana 0 qo'yib olish mumkin. Baqaga endi yana 2 ta, yana 2 ta ketaveradi xullas, to'g'rimi? Mana shunaqa bo'linma cheksiz davom etsa, demak bu bo'linma cheksiz davriy o'nlik asli deyiladi. Demak, bu yerda takrorlanayotgan son davriy son. O'sha davriy son necha? 2 ketyapti. Takrorlangan son davriy son 2 deyiladi, ketaveradi. Endi bu davriy son bir xonali bo'lishi mumkin, 2 xonali bo'lishi mumkin, 3 xonali bo'lishi mumkin, bilmaymiz. Va mana misol uchun 35,24 24 24. Demak, mana shu 24 takrorlanib ketyapti. Bu yerda davriy son 24 deyiladi. Yana hop 15,243 243 243. Demak, bu yerda 243 davrida ketyapti. Davriy son bu yerda 243. Ya'ni butuni 0 butun bo'lishi ham 15 butun 20, xullas butuni muammo yo'q. Necha bo'lsa ham o'sha, shundan keyin vergul bo'ladi. Verguldan keyin qanaqadir hop 47 47 47. Demak, shunaqa bo'lishi ham. Tushunarlimi? Demak, bu yerda takrorlangan davriy son 47 deyiladi. Keyin buni qisqa ko'rinishda yozib olish ham mumkin. Qanday yoziladi desa, demak 35 butun yozasiz, qo'yasiz vergulni, o'sha davrdagi sonni qavsga olib yozib olish mumkin. Davrdagi son necha? Davrdagi son 24 mi? 24 ni qisqa ko'rinishda yozib olish yo'li, o'sha davrdagi sonni qavsga olib yozib olasiz. Yozib olsa bo'ladi. Bunda demak 15 butun davrdagi necha? 243 midi? 243 ni qavsga olib yozib olsangiz bo'ladi. Demak, bu qisqa ko'rinishda yozib olishning yo'li. O'qilishi 35 butun davrdagi 24. Buni o'qilishi 15 butun davrdagi 243. 10 dan 100 dan emas endi. 15 butun davrdagi 243. 35 butun davrdagi 24. Bunda davrdagi son 47. 0 butun yozasiz, vergul qo'yib turib, davrdagi sonni faqat qavsga olasiz xolos. O'qilishi 0 butun davrda 47. Tushunarlimi? Xo'p, sof davriy kasr, demak, davriy kasrlar ikki xil bo'ladi. Sof davriy kasr va aralash davriy kasrga aytiladi. Sof davriy kasrlarda davriy son verguldan keyinoq keladi. Mana 24 davriy sonmidi? O'sha verguldan keyinoq kelayotgan bo'lsa, bu sof davriy kasr deyiladi. Bu ham sof davriy kasr. 243 davriy son verguldan keyinoq kelsa, sof davriy kasr deyiladi. Demak, bunda 47 davriy son bo'lyapti, verguldan keyinoq kelyapti, to'g'rimi? Agar verguldan keyinoq kelsa davriy son, demak bu sof davriy kasr deyiladi. Verguldan keyin qanaqadir sonlardan so'ng davriy son kelsa, demak bu aralash davriy kasr deyiladi. Misol uchun, men bu yerga yozyapman. Hop, 243 butun 51 222. Demak, davriy son 2, to'g'rimi? Verguldan keyin qanaqadir sonlardan so'ng keyin davriy son kelyapti. Bu aralash davriy kasr deyiladi. Bunda ham qisqa ko'rinishda yozishda nimasi bor? Yo'li bor. Bunda ham shu davriy sonni qavsga olasiz xolos. Davriy son necha? 2 mi? O'shani qavsga olasiz. Buni o'qilishi 243 butun 51 davrda 2. 10 dan 100 dan emas bu. Tushunarli? 243 butun 51 davrda 2 deb o'qilaveradi. Keyingisi endi bu davriy son necha bo'lyapti? Davriy son 53 davriy son. 53 53 53 ketyapti. Demak, shu davriy son qanaqadir sonlardan so'ng keyin kelyapti. Qisqa ko'rinishda yozish yo'li 243 butun 44 davrda 53. O'sha davrdagi sonni nima qilasiz? Qavsga olib yozasiz. O'qilishi 243 butun 44. Nima deysiz? 25 butun. Ha, 25 butun. 240 tepani yozib qo'yibman. 25 butun, ha? 25 butun davrda, 25 butun 44 davrda 53. Keyingisi ketaveradi. Davrdagi son necha bitta? 369. Demak, 4 butun 4 dan keyin kelyapti davrdagi son, to'g'rimi? Demak, 3 xonali bo'lishi ham, 2 xonali, 1 xonali bo'lishi ham, 4 xonali bo'lishi ham davrdagi son. Bilmaymiz. Xo'p, demak 4 butun 4 dan keyin davrdagi sonni qavsga olib yozasiz. O'qilishi 4 butun 4 davrda 369. Davriy kasrlarni
davriy kasrlarini oddiy kasrga aylantirib olish qanday bo'ladi? Misollarda kelib qolsa, demak oddiy kasrga aylantirib olish shart qanaqa bo'lsa ham, yo'li oddiy softga boshqa, aralash davriy kasrga boshqa. Demak, butunni yozasiz, butunni o'ng ro'parasiga kasr chizig'i chizasiz, tepasiga shu qavsli sonni yozasiz, mahrajiga qavsda qancha raqam bo'lsa, shuncha 9 yozasiz mahrajiga. Nechta raqam bor qavs ichida? Ikkitami, demak ikkita 9 yozib qo'yasiz, bo'ldi. Mana shu o'sha davriy sonni oddiy kasrga aylantirishni yo'li. O'qilishi 35 shu 99 dan 2 marta. Endi bu o'zimiz oddiy kasr. Xohlasangiz qisqartiring, xohlasangiz qo'shish kerakmi, ayirish, ko'paytirish bo'lish o'zimizning oddiy kasr, qo'shib ayirib ko'paytirib ketaverasiz. Qisqartirish bo'lsa qisqartirib ketaverasiz. Kasrni o'zini xohlagan payt qisqartirish mumkin. To'g'rimi? Ko'paytirishlarda butunni olib kirib keyin qisqartiriladi. To'g'rimi? Buni ham demak 15 butun yozasiz, o'ng ro'parasiga kasr chizig'i chizib turib, suratiga yozasiz. To'g'rimi? Mahrajiga qavsda qancha raqam bo'lsa, o'shancha 9 ni yozsangiz bo'ldi. 15 butun 999 dan 243. Qisqartiraverasiz qisqarsaga. Qisqaradi bular. Qisqaradi. 9 ga qisqaradi misol uchun. Chunki raqamlar yig'indisi 29 ga bo'linadi. Raqamlar yig'indisi 7, 9, 9 ga bo'linadimi? Demak bu 9 ga qisqaradi mana shu. 9 ga qisqaradi, to'g'rimi? Buni ham demak sof davriy kasrlarda oddiy kasrga aylantirib olishning yo'li surat yozasiz qavsdagi sonni, mahrajiga qavsda qancha raqam bo'lsa, shuncha 9 ni yozasiz. Qiyin emasmi? Bu ham xuddi shunaqa 0 butun, 0 bo'lsa butun 0 yozish shart emas, bilasiz. Xo'p, mahrajiga ikkita 9 yozasiz, ikkita raqamligidan tepasiga o'zini yozib qo'yasiz. 47 ni. 99 dan 47. Endi bu bemalol ko'paytirishlarda, bo'lishlarda o'zimiz oddiy kasr bemalol ishlab ketaverasiz. Xo'p, sof aralash davriy kasr qanday bo'ladi? Aralash davriy kasrda juda farqliga nisbatan, lekin bunaqa qiyin emas. Butun yozasiz, 243 butunni va o'sha verguldan keyin qavssiz sonni yozasiz. Qavsga qaramasdan qavs tashlab olib 512 ni yozasiz. 512 ni yozasiz va undan ayriysiz. Undan ayriysiz nimani? Vergul va qavs orasida sonni ayriysiz doim. Qaytaraman. O'zini yozib turib qavssiz holatda undan ayirib olasiz, vergul va qavs orasida son nechi? Shuni ayirib olasiz doim. Shuni ayirib olasiz va mahrajiga qavsda qancha raqam bo'lsa, shuncha 9 yoziladi. Qavsda qancha raqam bor? Bitta xolosmi? Shuncha 9 yozasiz. Qavs va vergul orasida qancha raqam bo'lsa, shuncha 0 yoziladi. Tushunarlimi? Tepadan ayirib qo'ysak bo'ldi. Pastga yozib qo'yapman mana shu narsani 243 butun 900 dan necha bo'ladi? 900 dan ayirsak 512 ming saydi 1 461 bo'lyapti. Adashdimmi? To'g'ri. Endi bu o'zimiz ham oddiy kasr aylantirib ketaverasiz. Demak, xulosa butun yozganingizdan keyin tepasiga verguldan keyin hammasini yozasiz va undan ayirib olasiz, vergul va qavs orasida sonni ayirib olasiz. Doim shunaqa qilinadi. Va mahrajiga qancha raqam bo'lsa, qavsida shuncha 9, undan keyin qavs va vergul orasida qancha raqam bo'lsa, shuncha 0 yoziladi. Bu ham xuddi shunaqa qilinadi mana. 25 butun yozganingizdan keyin 4453 dan qavssiz yozasiz. Mana shu sonni, to'g'rimi? Undan ayirib olasiz, vergul va qavs orasidagini ayirib olasiz doim. Ko'pchilik buni ayirib oladi-da, endi o'sha ayirib oladi, adashib. Yo'q, biz nimani ayirishimiz kerak? Qavs va vergul orasidagi sonni ayirib olishimiz kerak doim. 44 dan ayirib olsak, doim to'g'ri bo'ladi. To'g'rimi? Endi qavsda qancha raqam bor? Shuncha 9 bo'ladi. Qavsda qancha raqam bo'lsa, qavs va vergul orasida qancha raqam bor? Shuncha 0 bo'ladi. Yana tepadan pastga ayirsak, bu birinchisi bo'lsa, mana ikkinchisi. Hop, 25 butun 9900 dan, to'g'rimi? Ayirsak 4409 bo'lyaptimi? Shunaqa. Hop, barobar. Buni 4 butun 4369 dan ayriymiz nimani? 4 dan ayriymiz, to'ppa-to'g'ri. 4369 dan ayriysiz, vergul va qavs orasidagini ayirib olasiz. Tushunyapsizmi? Ayirib olasiz va mahrajiga qavsda qancha raqam bo'lsa, shuncha 9 bo'ladi doim. Qavsda qancha raqam bo'lsa, bunda ham shuncha 9, bunda ham shuncha 9 bo'lyapti. Faqat bunda qavs tashqarida raqam bor-da, son bor. Qancha bo'lsa, shuncha 0 bo'ladi. Bittami? Bitta 0 bo'ladi. Qiyin emas-a? Uchinchisi endi. Hop, 4 butun 9990 dan 4365. Mana bu qisqaraveradi o'zi, 5 ga qisqaradi misol uchun, to'g'rimi? 3 ga qisqaradimikin? 7, 13, 18, 9 ham qisqarar ekan bu narsa.
Demak, 5 ga 9 ga ham qisqarsa, nima? 45 ga ham qisqaradi. Chunki 5 bilan 9 qanaqa sonlar? O'zaro tub sonlar. O'zaro tub sonlarning har biriga bo'lingan son ularni ko'paytirmasiga bo'ladi. 5 va 9 o'zaro tub sonlarda birdan farqli bo'luvchi yo'q. 5 ga ham 9 ga ham ko'z qisqaryaptimi? Demak, 45 ga qisqarar ekan deb qisqartirib berishingiz mumkin.